Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari va chorvadorlar, akalar. Tez kunda yurtimizga issiq ob-havolar ham kirib keladi. Bu esa ektoparazitlarning ko'payishiga olib keladi. Bizda esa bunga ajoyib yechimlar bor. Birinchisi, effekt bu uy sharoitida ham ishlatsa bo'ladigan chorvador aka-ukalarimizga, molxonalarga ham, hatto oshxonalarga ham o'tgan yil berdik. Zo'r effekt bergan effekt preparatimizni tavsiya qilamiz. Bu pashshalarni, chumollarni bahor oylarida, yoz oylarida juda ham ko'p uchraydigan parazitlarni yo'q qilish uchun qo'llanadi. 1 litr suvga aralashtirib sepilsa, har qanday turdagi parazitlardan forig' qiladi. Bu esa qolgan preparatlarimiz jonivorlarning o'ziga, Novectop tomchilarimiz, yirik shoxli hayvonlarga, parrandalarga, it va mushuklarga tomchilarimizni tavsiya qilib qolgan bo'lar edik. Legendarniy do'stlarimiz esa sotuvda mavjud. Bu mahsulotimizni ana shu qo'radan jonivorlarni olib chiqarib bo'lmaydigan holatlarda joylarga sepsa, o'zlariga sepsa ham bo'ladi. Shu mahsulotlarni yurtimizdagi barcha vet aptekalardan so'rang va effektiga o'zingiz baho bering. Nomix sho'rvangizga baraka. Salomat bo'ling.